Bugun men sizga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangi tartiblar, taqiqlar va eng ko'p uchraydigan xatolar haqida aniq va tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga, bank kartasidan foydalanadigan yaqinlariga va pensiya rasmiylashtirish arafasida turgan odamlarga bevosita tegishli. Chunki oddiy bir beparvolik sabab pensiya to'xtatilishi, ortiqcha olingan pul qaytarilishi yoki hujjatlar qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, ish staji, hujjatlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval ko'p pensionerlar shunday o'ylardi. Pensiya tayinlandimi? Demak, pul har oy kelaveradi. Boshqa hech narsaga e'tibor berish shart emas. Ammo amalda pensiya bu shunchaki bir marta tayinlanib, keyin nazoratsiz qoladigan to'lov emas. Pensiya fuqaroning yoshi, ish staji, daromadi, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati, yashash joyi, hujjatlardagi ma'lumotlar va boshqa bir nechta omillarga bog'liq. Endi tartiblar ancha qat'iylashgan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Masalan, FDIO, soliq, bank, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bandlik va pensiya tizimlaridagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Oldin odam biror o'zgarishni aytmasa, bu ma'lumot uzoq vaqt bilinmay qolishi mumkin edi. Hozir esa ko'p holatlar avtomatik ko'rinadi. Masalan, pensioner vafot etgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, fuqaro doimiy yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, boshqa davlatga uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lsa yoki pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotlarda tafovut aniqlansa, pensiya to'lovi tekshiruvga olinishi mumkin. Bu yerda eng asosiy gap shuki, pensionerlarga taqiqlanadigan narsa pensiyani noqonuniy olish, noto'g'ri ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish va boshqa odam nomidan pulni asossiz ishlatishdir. Bu faqat bitta guruhga emas, barcha pensionerlarga tegishli umumiy qoida. Kimning hujjati toza, ma'lumoti to'g'ri, pensiyani o'zi yoki qonuniy vakili olayotgan bo'lsa, u vahimaga tushmasligi kerak. Lekin kimda biror o'zgarish bo'lib, uni vaqtida xabar qilmagan bo'lsa, ana shu odam ehtiyot bo'lishi kerak. Men birinchi navbatda pensionerlar eng ko'p adashadigan masalani aytaman. Pensiya kartaga tushsa ham bu pulni kim xohlasa ishlataveradi degani emas. Pensiya shaxsiy to'lov hisoblanadi. U pensionerning o'ziga tegishli. Agar pensioner sog'lom, xushyor, o'z pulini boshqarishga qodir bo'lsa, uning roziligisiz kartasini olib yurish, PIN kodini ishlatish, pulni yechib olish mutlaqo noto'g'ri. Bu oilaviy masala bo'lib ko'rinsa ham, huquqiy tomondan jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, 72 yoshli ota pensiyasini kartadan o'zi ishlatadi. Farzand esa men yordam beraman deb kartani olib qo'yadi va har oy 1 million 800 ming so'm pensiyaning 1 million so'mini o'z ehtiyoji uchun sarflaydi. Ota bunga rozi emas, lekin uyalib indamaydi. Keyin nizo chiqadi. Bunday holatda pulni olgan odam men farzandiman deb javobgarlikdan qutulib qolmaydi. Chunki pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchnoma, vasiylik yoki pensionerning aniq roziligi bo'lishi kerak. Ikkinchi muhim masala vafot etgan pensionerning pensiyasini olishdir. Bu juda ko'p uchraydigan xato. Ayrimlar bu oy pensiya tushibdi, marhumning xarajatlari bor edi, olib ishlatib qo'ya qoldik deb o'ylaydi. Lekin pensioner vafot etganidan keyin uning nomiga tushgan to'lovlar alohida tartibda ko'riladi. Agar oila a'zolari qonuniy asosda dafn puli yoki meros tartibidagi mablag'ini olishga haqli bo'lsa, buni rasmiy yo'l bilan qilish kerak. Kartadan yashirincha pul yechib olish keyinchalik ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Oddiy misol, pensioner 10 mart kuni vafot etdi. 5 mart kuni uning kartasiga 2 million so'm pensiya tushdi. O'g'li kartadan pulni yechib oldi. Keyin tizimda vafot ma'lumoti ko'rindi va pensiya jamg'armasi bu to'lovni tekshirdi. Agar bu mablag' qonuniy asosda olingani tasdiqlanmasa, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, yaqin inson vafot etgan bo'lsa, og'ir vaziyatda ham hujjatni to'g'ri rasmiylashtiring. FDIO guvohnomasi, dafn bilan bog'liq hujjatlar va murojaat tartibini bilib oling. Uchinchi masala nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqasi oluvchilarga tegishli. Nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, uni vaqtida qayta ko'rikdan o'tkazish kerak. Ba'zi odamlar oldin ham o'tganman, yana chaqirsa boraman deb kutib yuradi. Ammo muddat tugagan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Agar keyin nogironlik yana tasdiqlansa ham,
kechikish sabab to'lovlarda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Ayniqsa in guruh yoki o'ti guruh nogironligi bor. Lekin muddati doimiy emas deb belgilangan fuqarolar bu masalada juda diqqatli bo'lishi kerak. Masalan, fuqaro har oy 1.5 million so'm nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy ko'rik muddati iyunda tugaydi. U esa hujjatlarini 20 yilda topshiradi. Shu oradagi davr bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Tizim nega muddatida tasdiqlanmadi deb tekshiradi. Agar uzilish sabab bo'lsa, tibbiy hujjatlar bilan asoslash kerak bo'ladi. Agar sabab oddiy beparvolik bo'lsa, odam bir necha hafta yoki bir necha oy pulsiz qolishi mumkin. Shuning uchun muddatni telefoningizga yozib qo'ying. Farzandlaringizga ayting. Poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan oldindan bog'laning. 4-masala o'quvchisining yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilarga tegishli. Bu to'lovlar ham muayyan shartlarga bog'liq. Masalan, voyaga yetmagan bola, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzand, mehnatga layoqatsiz oila a'zosi kabi holatlar bo'lishi mumkin. Agar bola o'qishni tugatsa, o'qish shakli o'zgarsa, ishga kirsa yoki yosh bo'yicha shart tugasa, bu ma'lumot o'z vaqtida bildirilishi kerak. Aks holda ortiqcha to'lov kelib chiqadi. Misol uchun, talaba otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olmoqda. U 2 kursdan keyin kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tdi. Lekin bu haqida xabar bermadi. Bir yil davomida har oy 900 ming so'mdan to'lov oldi. Keyin tekshiruvda o'qish shakli o'zgargani aniqlandi. Natijada 10 million so'mdan ortiqcha to'lov masalasi chiqishi mumkin. Oila biz bilmagandik desa ham, davlat organi to'lov shartlari o'zgargan, xabar berilishi kerak edi deydi. Shuning uchun har qanday o'qish, ish, yashash holat o'zgarishini e'tiborsiz qoldirmang. 5-masala ishlaydigan pensionerlarga tegishli. Ko'pchilik pensioner ishlasa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Men buni aniq aytaman. Yoshga doir pensiya olayotgan fuqaroning ishlashi o'z-o'zidan taqiqlanmagan. Lekin ayrim to'lov turlari, ustamalar yoki imtiyozlar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, ish beruvchi bilan rasmiy mehnat shartnomasi tuzilsa, soliq va ijtimoiy ma'lumotlar tizimida ko'rinadi. Bu yomon narsa emas. Aksincha, rasmiylik huquqni himoya qiladi. Ammo pensioner o'ziga tayinlangan to'lov turi qaysi shartlarga bog'liqligini bilishi kerak. Masalan, 63 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi va qorovul bo'lib ishlaydi. Bu holat odatda muammo emas. Lekin boshqa bir fuqaro ma'lum ijtimoiy nafaqa olib, o'zini daromadsiz deb ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Keyin u rasmiy ishga kirsa yoki katta daromad olsa, bu nafaqaga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Demak, hamma gap pensioner ishlamasin degan taqiqda emas, balki qaysi to'lov, qaysi shart bilan berilganini bilishda. 6-masala chet elga chiqish bilan bog'liq. Hozir ko'p pensionerlar farzandlarining oldiga boshqa davlatga boradi. Bu ham o'zidan taqiqlanmagan. Lekin doimiy yashash, uzoq muddatli chiqish, ro'yxatdan chiqish, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma muddati kabi masalalar pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensioner faqat mehmon bo'lib irkirga bo'lsa, bir holat. Agar u butunlay boshqa davlatga ko'chib ketayotgan bo'lsa, boshqa holat. Buni pensiya bo'limidan oldindan aniqlashtirish kerak. Masalan, ona Rossiyadagi qizining oldiga 6 oyga ketdi. Pensiya kartasini esa O'zbekistonda o'g'liga tashlab ketdi. O'g'li har oy pulni yechib olib, onasiga yuborib turadi. Agar ona bunga rozilik bergan, ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan va to'lov shartlari buzilmagan bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin hech qanday hujjat bo'lmasa, keyin kartadan kim pul yechdi? Pensioner qayerda edi? Rozilik bormidi degan savollar paydo bo'ladi. Ayniqsa pensioner og'ir kasal bo'lsa, hujjatlar yanada muhim bo'ladi. Endi istisnolarni tushuntiraman. Har bir to'lovning o'z qoidasi bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, ustama va moddiy yordam bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha bularning hammasini pensiya deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan farq katta. Shuning uchun qo'shningizga bo'lgan tartib sizga ham aynan shunday qo'llanadi deb o'ylamang. Masalan, bir pensioner 3 million so'm yoshga doir pensiya oladi va ishlaydi. Ikkinchi pensioner esa nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Yana parvarish, pul yoki boshqa yordam ham olishi mumkin. Ularning majburiyatlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Biriga ishga kirish ta'sir qilmaydi. Boshqasida qo'shimcha to'lovni qayta ko'rib chiqishi sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men maslahat beraman. Menga qaysi turdagi to'lov tayinlangan, unga qanday shartlar bor degan savolni aniq bering. Yana bir nozik jihat. Bank kartasining muddat tugash pensiya bekor bo'ldi degani emas.
Ko'p pensionerlar karta ishlamay qolsa vahimaga tushadi. Aslida karta muddat tugagan, bloklangan yoki pin kod noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda avval bankka borish kerak. Pasport yoki ID karta bilan bank filialiga murojaat qilinadi. Karta yangilanadi yoki hisob holati tekshiriladi. Agar bank to'lov kelmagan desa, shundan keyin pensiya bo'limiga murojaat qilinadi. Yana bir muhim masala, ro'yxatdan o'tgan yashash manzili o'zgarsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi xizmatlar hududiy tartibda yuritiladi. Siz bir tumandan boshqa tumanga ko'changiz, hujjatlar bazada yangilanishi kerak. Aks holda xat. Chaqiruv, tekshiruv yoki ma'lumot eski manzilga ketishi mumkin. Keyin odam menga hech kim aytmadi deydi. Idora esa xabarnoma yuborilgan deb ko'rsatadi. Demak, manzil ma'lumoti ham oddiy narsa emas. Eng xavfli xatolardan biri soxta hujjat yoki noto'g'ri staj kiritishdir. Pensiya miqdori ish staji va ish haqi ma'lumotlariga bog'liq bo'lgani uchun ayrimlar eski korxonadan ma'lumotnoma topishga urinadi. Kimdandir staj qo'shib beramiz degan taklif eshitadi. Men bunday ishga umuman yaqinlashmaslikni tavsiya qilaman. Chunki elektron arxivlar, soliq ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, buyruqlar va boshqa hujjatlar solishtirilganda tafovut chiqsa, nafaqat pensiya qayta hisoblanadi, balki javobgarlik masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Yana bir nozik holat ishonchnoma bilan bog'liq. Pensioner kasal, yura olmaydi yoki uzoqda bo'lsa, yaqiniga ishonchnoma berishi mumkin. Vakolat doirasi va rasmiylashtirilgan joyi to'g'ri bo'lishi kerak. Og'zaki ruxsat bergan degan gap ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa katta summa, uzoq muddat yoki nizoli oila bo'lsa, hujjat shart. Ishonchnomada pul olish, bank operatsiyasini bajarish, ariza topshirish kabi vakolatlar aniq yozilgan bo'lishi kerak. Endi men sizga nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni pensiya bo'limidan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki mas'ul tashkilotdan aniqlash mumkin. To'lov turini bilmasdan turib, qaysi qoida sizga tegishli ekanini tushunish qiyin. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, bank karta ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki vafot guvohnomasi. Ishonchnoma kabi hujjatlar sizning holatingizga qarab kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkada saqlang. Farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. Chunki ko'p muammo hujjat yo'qligidan emas, hujjatni vaqtida topib bera olmaslikdan chiqadi. 3-qadam. Hayotingizda pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, kutib o'tirmang. Nogironlik muddati tugayaptimi? Darhol tibbiy ko'rik masalasini boshlang. Talaba o'qishni tugatdimi yoki o'qish shaklini o'zgartirdimi? Ma'lumotnoma oling. Pensioner vafot etdimi? FDI hujjatini rasmiylashtiring va tegishli idoraga murojaat qiling. Chet elga uzoq muddatga ketmoqchimisiz? Oldindan pensiya bo'limidan tartibni so'rang. Bank kartani boshqa odam ishlatadimi? Ishonchnoma masalasini hal qiling. 4-qadam, ariza yozganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Idoraga borganingizda men xabar bergandim deb aytishga isbot bo'lmasligi mumkin. Arizani yozma yoki elektron shaklda yuboring. Arizada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID ma'lumoti, telefon raqami. Yashash manzili va murojaat mazmunini aniq yozing. Masalan, mening nogironlik bo'yicha tibbiy ko'rik muddatim tugayotganligi sababli pensiya to'lovim uzilmasligi uchun tartibni tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Yoki mening yashash manzilim o'zgarganligi sababli pensiya hujjatlarimni yangi manzil bo'yicha yangilab qo'yishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam, bank kartangizni himoya qiling. Pin kodni hech kimga aytmang. Agar farzandingiz yoki yaqin insoningiz yordam bersa ham, pul qayerga sarflanayotganini bilib turing. SMS xabarnomani yo'qing. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Pensionining puli oilaviy umumiy pul emas. Avvalo uning dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lovi va shaxsiy ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. 6-qadam, ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, qo'rqib yashirinmang. Darhol borib sababini aniqlang. Ba'zan xato tizimdan bo'lishi mumkin. Ba'zan hujjat yetishmaydi. Ba'zan haqiqatan ham ortiqcha to'lov chiqqan bo'ladi. Agar sizda dalil bo'lsa, ma'lumotnoma olib boring. Agar qaytarish kerak bo'lsa, bo'lib to'lash tartibini so'rang. Eng yomon yo'l bu xatni e'tiborsiz qoldirish. Chunki vaqt o'tgan sari qarzdorlik
jarima yoki sud tartibidagi undirish masalasi murakkablashishi mumkin. 7-qadam, hech kimga pul berib pensiyani oshirib beraman, staj qo'shib beraman, tekshiruvsiz hal qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya rasmiy tartib bilan hisoblanadi. Agar haqiqatan ham staj hisobga olinmagan bo'lsa, arxiv hujjati, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sud orqali tasdiqlash kabi qonuniy yo'llar bor. Lekin noqonuniy yo'l bilan kiritilgan ma'lumot keyin sizning o'zingizga zarar qiladi. Bugun 200 ming so'm ko'proq olish uchun ertaga bir necha million so'm qaytarishga majbur bo'lishingiz mumkin. Bugungi mavzuning eng muhim mazmuni shuki, pensionerlarga pensiya olish taqiqlanayotgani yo'q, lekin pensiyani noqonuniy olish, ma'lumot yashirish, vafot etgan odam nomidan pul yechish, muddat tugagan hujjat bilan to'lov olish, boshqa odamning kartasidan asossiz foydalanish va o'zgarishlarni bildirmaslik qat'iy taqiqlanadi. Kim hujjatlarni to'g'ri yuritsa, o'z vaqtida xabar bersa va qonuniy tartibga amal qilsa, qo'rqadigan joyi yo'q, ammo keyin bilinar. Hech kim tekshirmaydi. Hamma shunday qiladigan fikr bugungi tizimda juda xavfli. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Karta va ishonchnoma masalasini tartibga keltiring. Nogironlik yoki o'qish muddati bo'lsa, sanasini tekshiring. Yashash manzilingiz va telefon raqamingiz yangilanganiga ishonch hosil qiling. Agar savolingiz bo'lsa, pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling va javobni saqlab qo'ying. Sizningcha pensionerlar uchun eng ko'p muammo qaysi joyda chiqyapti? Bank kartasidami, hujjatlardami, nogironlik ko'rigidami yoki ortiqcha to'lov masalasidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim masalalarni oddiy, aniq va amaliy tilda tushuntirib beraman.